Hozir vaqtim bor edi, sizlarga yuz haqida ma'lumotlar bermoqchiman. Bizni yuz hududlarimiz va yuzdagi har qanday toshmalar, muammolarning asosiy ildizi, sabablari haqida gaplashmoqchiman. Eng birinchi navbatda yuzni har qanday sohasida kelib chiqayotgan toshmalar, dog'lar, ugrilar, yiringli yaralar, bular hammasi ichki organizmdagi bo'layotgan muammoning signali hisoblanadi. Masalan, mijozlar bilan ishlash jarayonimizda iyaklarni toshayotgan toshmalar yoki bo'lmasa og'riqli, yarali ugrilar, bularni hammasi jenskiy tomonlama kasalliklar yoki urologicheskiy kasalliklarni signali hisoblanadi. Qachonki biz mana shu ichki organizmdagi jenskiy tomonlama, urologicheskiy tomonlama kasalliklarni bartaraf qiladigan bo'lsak, bu toshmalar ketishni boshlaydi. Agarda peshona qismlarida mayda toshmalar, qizil toshmalar, ugrilar, og'riqli, yarali dog'lar bo'ladigan bo'lsa, bularning barchasi qabziyatdan va ichakdagi, yo'g'on ichakdagi muammolarning signali hisoblanadi. Ko'z ostidagi yoki bo'lmasa yanoqlardagi dog'lar bu hazm qilishdagi muammolar va o'tdagi dimlanishlardan kelib chiqadigan o't yo'lidagi muammolarning signali hisoblanadi. Agarda o't zagib bo'lsa, qiyshiq bo'lsa yoki bo'lmasa o'z ish faoliyatini yaxshi bajarmayotgan bo'lsa, bu darhol ko'z atrofi va ko'z tagidagi dog'lardan bildiradi. Agarda yuzni mana shu qismlarida mayda toshmalar, dog'lar, ugrilar bo'ladigan bo'lsa, bu hazm qilishda, oshqozondagi muammolarni bildiradi. Ya'ni oddiy yuzingizga toshayotgan har qanday toshmalar, bular ichki organizmning signali hisoblanadi. Biz faqatgina yuz hududlarini beraversak, kollagenlar ichaversak, dog'laringizni ketkazdiradi, ugrilaringizni ketkazdiradi deb turib, ichki tomonlama tozalov qilmas ekanmiz, biz ming dollarlarga oladigan yuz hududlarimiz kosmetologlarga borgan taqdiringizda ham u muammolar qaytalanaveradi. Eng birinchi navbatda kasallikni ildizini yo'q qilishimiz kerak bo'ladi.